Salom, yaxshi keldingizmi? Qanaqasiz? Salomon qutulib oldingizmi? Katta bo'lib qolibsizlar-ku. Keyin gaplashib bo'lamiz. Birpasda. Ekodagi bitta natijamiz mana. Maftunni 6 yil bo'lganda kelganingizda, turmush qurganingizga 4 yil bo'ldi. Homila 3-4 marta tushuvdi sizda. Homila tushgan bo'ladi, keyin turbalarni tekshirganimizda turbalarida suyuqlik bo'lgan, keyin maftunani yig'latib turbalarni oldik. Ekomiz Almatida bo'ldi. Keyin eko qilamiz dedim. Bir 4 oycha lecheniya qilib eko qilganmiz. Mana shu bitta mo'jiza tug'ilgan ekoda. Muhammad assalom qilib qo'ying ularga. Voy jonim. O oysini o'zi bo'libdi-yu bu. Ha? Muzaffar rosa xursandmi? Mana qara Muhammad. Oyoqchalarini qara. Ana. Voy. Xudo o'zi buyursa, hech narsa xalaqit qilmas ekan. Biz o'zimizdan kutmadik. Ana 4 ta embrion chiqqan bo'lsa, birinchisi eng sifatlisi birinchi qo'yiladi, dedingiz-ku. Birinchi, ikkinchi, uchinchi embrionlar yashamaganiga o'sha bu oxirgi embrion anaqa o'shani eng slabisi deb mana umid uzib qo'ygan paytda borsak yashab ketdi. O'zimiz hayron, xirgada chiqdi. O'zingiz oldingiz keldik. Shu bilan o'zingizda ko'rindi. Yana ishladingiz. Yana Andijonga qatnadingiz. Xudo buyurgan bo'lsa-chi, ana hech narsa to'sqinlik qilmas ekan. Eko deb ham o'zimiz ham odamlar aytadi, 3 oylab yotish kerak. Yo'q, tabiiy homila bilan bir xil. Homiladorlik qilishdi. Unaqa taksikor bo'lib qiynalmadim. Hammasi joyida. Kerak bo'lsa, ana qonunda bola bilan uzoq yo'l Andijonga borib kelardim ishxonamga. Endi tabiiy homiladan farqi bo'lmadi. Biz ekoni bolasi emmitsa, nabroti tabiiy bo'lgan. O'zinimi bolasi iskusunniy anaqaga o'tib ketdi-da. Sut ichishga bu emlari. Unaqa odamlar eko iskusunniy nazarda tutadi, yo'q. Ana va yo'q joydan yetishmaganda. Zato o'zingizdan bola.